qanday reabilitatsiya olishdan qat'iy nazar plegiya deydi, bir tomoni umuman harakatsizlanib qolish ehtimoli bor. Ya'ni aytaylik 10 ta kasaldan bitta ikkita kasallar uchli shunaqa kasal. Tiklanib ketadigan kasallar ham ko'p. Bir xil bemorlar reabilitatsiya olmasdan ham o'sha reanimatsiyaga tushadi. Mani amaliyotimda odamgachi reabilitatsiyaga ham muhtoj bo'lmay qolgan. Shunaqa holatlar bor. Birdan xalqimiz bu haqida nima deb o'ylaydi? Insult haqidagi ma'lumot bormikan yoki yo'qmikan? Video lavhamiz bor, oybek bizda. Qani, tomosha qilamiz unda. Insult qanday kasallik va u nimadan kelib chiqadi? Asabdan nervlar buziladi-ku. Shundan bo'ladi-da. Qon bosimi ko'tariladigan kasal. Noto'g'ri ovqatlanish asosan, faol jismoniy harakatda bo'lmaslik, shu mavzuni ko'tarib to'g'ri qilibsizlar. Shuni aholiga singdirishimiz kerak. Insult miyada bo'ladigan kasallik. Ko'p stress, asabiylashishdan kelib chiqadi. Birinchi o'ringa asabdan hammasi zavist qiladi. Kayfiyatingiz a'lo bo'lsa, kasallikka duchor bo'lmaysiz, yo'liqmaysiz. Yurak bilan bog'liq kasallik. Unga gipertoniya, gipotoniya ham ta'sir qilishi mumkin. Siqilishdan, stresslardan. Qon bosimi oshiqligidan chiqadi. Ko'proq asabiylikdan chiqadi. Dövlina deylar ko'proq qishloqchilarda endi. Dövlina deymiz endi. Asabiylashishdan. Insult qanday asoratlarga olib keladi? Insult shu bir tarafini paraliz qilishi mumkin-da, ishlamay qoladi, oyoq, qo'l bir tarafini urib tashlashi mumkin. Og'ir asoratlarga olib keladi. Masalan, odam gapirmay qolishi mumkin. O'zini sog'ligi bilan o'zi bo'lib qoladi, birovni tan olmaydi. Falajlik o'zbek tilida aytganimiz, qo'lingiz, oyog'ingiz ishlamay, yuzlaringiz qiyshaysh holatlariga. Insult, falajlik, shal, mana bu oyoq qo'l ishlamasligiga olib keladi. Ozib ketadi, keyin hech narsa yoqmaydi, injiq bo'lib qoladi ba'zan, keyin ko'plab yurak xurujiga uchrab turadi, tez-tez o'zidan ketib qolishi holatlari kelib turadi. Muloqotni yaxshi ko'rmaydi, yurak ushlab qolishlari bor, tomiri tortib qolishi bor. Shu qo'shnilarimizni ko'rganmiz, ishlamay qoladi, bir taraf ko'proq bir taraf ishlamay qolyapti, miyasi ishlamay qolyapti, falaj bo'lib qolyapti, gapira olmay qolyapti, organizm xullas ishdan chiqyapti-da. Insultning davosi bormi? Davosi bor. O'zi odam jismonan shug'ullansa, o'ziga qarasa, keyin dardni bergan shifosini ham beradi. Dieta qo'ysa o'zini oldiga, har kuni bitta o'ziga rutin jadval tuzib olsa, o'sha orqali ovqatlansa, oilasi bilan ko'proq vaqt ajratsa va u kasallik haqida kamroq o'ylasa, menimcha uni asorati ham yo'qoladi. Insultning davosi yo'q. Harakat qilsa bor. Hozir hamma o'limdan boshqa hamma narsaning davosi bor. Bor, hozir zamon rivojlangan. Davosi menimcha yo'q xullas. Davosi bor, hozir tabobatlar o'ta rivojlangan. Davosi yo'q. Endi davosini